Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda təfsili məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Məxfi hüccətlər Xitayning chet elliklarni kuzatadigan g'oyat zo'r torini oshkorlagan. Start News Globalning 20 may kunidagi xabariga qaraganda, oshkorlangan bir sonliq ma'lumot ombiri Xitoyning sun'iy aql, chiroy tunish va raqamlik iz qo'g'lash texnikalarini birlashtirib, qanday qilib texnik keng bir nazorat sistemasi qurib chiqqanligini oshkorlagan. Xitoyning chiroy tunish kameralari, sun'iy idrok va g'oyat zo'r miqdordagi shaxsiy uchurlarga tayingan bu keng ko'lamlik nazorat sistemasi davlatning texnik jihatdan qad ko'tarishi sifatida doim olqishlanib keladi. Biroq bu yuqori texniklik to'rining orqasida Kompartiyaning jamiyatdagi muqimsizligidan va o'qitishlikdan qo'rqishdek reallik yoshiringan. Yaqında Telegraf gazeti tarafidan elib berilgan bir tekshirish Xitoyning nazorat sistemasining ko'lamini oshkorlab qo'ygan. Dokladda qayd qilinishicha, oshkorlangan bu Xitoy bexatarlik sonliq ma'lumot ombiri chet elliklarni harakatchan kontrol qilish supsi deb atalgan bir programmaga bog'langan bo'lib, bu sistema Xitoyga kirgan yoki Xitoyda yashayotgan chet elliklarni nazorat qilish va iz qo'g'lash uchun loyihalangan. Bu supni eng dastlabda oshkorlangan sonliq ma'lumot ombiri va tor bexatarlik boshliqlarini tadqiq qilgan Net Askari nomli bir tor bexatarlik guruhi bayqab chiqqan. Telegrafning xabariga qaraganda, oshkorlangan hujjatlar Xitoy doiralarining shaxslarning tafsiliy arxivini turg'izish uchun g'oyat zo'r miqdordagi uchurlarni qanday yig'diganligi va bartaraf qilganligini ko'rsatib bergan oz uchraydigan bir fursat yaratib bergan. Mazkur harakatchan kontrol qilish supsi chiroy tunish kameralari, viza iltimoslari, mehmonxona tizimlashlari, aeroplan bilet zakazlari, yonfon xotiralari va o'rin bekitib iz qo'g'lash sistemalaridan uchur yig'adigan. Dokladda ko'rsatilishicha, bu supa davlat doiralarining harakati, aloqalari, sayohat tarixi va faoliyatlarini asosan degidek naq maydonda ko'zatadigan iqtidorga ega ekan. Nazorat qilinayotgan kishilarning doirasi intayin keng bo'lib, oshkorlangan materiallar ichida muxbirlar, akademiklar va chet el fuqarolarining borligi ma'lum bo'lgan. Dokladda yana Xitoyning texnik keng doiralik nazorat ekologik sistemasining qanday ishlaydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoy uzun yillardan buyon keng ko'lamlik nazorat sistemalarini qurishga intayin ko'p mablag' solgan. Bu turning markazida Xitoyning butun mamlakat bo'yicha qurgan g'oyat zo'r nazorat turi osmon turi, ya'ni Skynet bor bo'lib, u chiroy tunish va sun'iy aql texnikasidan foydalanib, 100 millionlagan kamerani bir-biriga bog'laydi ekan. Xitoyning cho'ng shaharlarida kameralarning izchil mavjud bo'lib turishi, shundaqla aqliy telefon, raqamlik chiqimlari, ijtimoiy taratqush pullar va tor faoliyatlari orqali elib berilayotgan nazoratlar g'oyat zo'r uchur manbasi yaratib bermoqda. Xitoy harakatchan kontrol qilish supsi orqali bu ayrim uchur shakllarining hammasini bir markazlashgan nazorat sistemasiga zich birlashtirdi ekan. Xitoy doiralari bunday sistemalarning terrorlikqa qarshi turish, jinoyatning oldini olish va jamiyat tartibini saqlash uchun zarur ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Biroq tanqidchilar buning asli maqsadining siyosiy kontrollikni saqlash va norozilik gap so'z harakatlarining oldini olish ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy Kompartiyasi ichki turaqsizlikni o'ziga tahdid solgan eng chong xatarlarning biri sifatida ko'rib keladi. Xitoy kattabosh Shi Jinping davrida davlat boshqarishning yadroliq bir qismiga aylangan. Shu sababdan Xitoydagi nazorat qilish qilmishlari odatdagi an'anaviy usullardan xeyli olqib ketgan. Advokatlar, faoliyatchilar, o'qituvchilar va muxbirlar doim yaqindan ko'zlab turgan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoy doiralarini atalmish shindagi Uyg'urlarga qarata yuqori texnikalik nazorat qurollarini ishlatish bilan qayta aybladi. Bu yerda chiroy tunish, biometrik uchur yig'ish va raqamlik iz qo'g'lash kundalik turmushning bir qismiga aylanib qolgan. Xitoyning nazorat sistemasi chegaradan olqib ketgan bo'lib, o'qituvchilar va chet ellik muxbirlar Xitoyning ichida emas, balki chet ellarda doim tahdid va besimlarga duch keladi. Xitoyning tor dunyosi nihoyatda qattiq nazorat qilindi. Buyuk tor sepilgan The Great Firewall sezgir uchurlarni to'sib qolmay, doirlarning tordagi munozaralarini va ommaviy fikrini iz qo'g'lashga yo'l ochadi. Bu ahvol raqamlik mustabidlik deb ta'riflandi. Bu yerda sun'iy aql nazoratchiligi, sinezor to'sish, ya'ni tor tashviqoti qatorliq texnikalar davlat kontrolligini kuchaytirish uchun birlikda ishlatildi. Yaqinqi tadqiqotlar yana Xitoy doiralarining davlatga bog'langan minglagan hisobotlar va moslashtirilgan raqamlik uchur yo'llash usullari orqali ommaviy fikrni shakllantirish uchun do'yinga o'xshash ijtimoiy taratqush usullaridan qanday foydalanganligini ko'rsatib bergan. Tanqidchilar yana Xitoyning tutqun qilish qilmishlarini siyosiy vosita sifatida ishlatayotganligini aytgan. Xitoydagi nurg'ulg'an kishilar uchun aytganda, sayohat qilganda, savdo qilganda, xizmat jarayonida, sinflarda yoki
Yanfonni ishlatayotganda ko'zatılib turish hozir faqatla kundalik turmushning odatdagi bir qismiga aylanib qolgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtminala apandi 21 may kuni buningga inkos qaytirib, bu paradoksal holda kishini ancha hayron qoldirmaydigan, faqat tezla normallashayotgan bir oshkorlashgan. Xitoyning davlat ichidagi nazorat sistemasi insonning tenini shurkandirdi. Biroq uning g'arb dunyosiga kengayishi hozircha insonning tenini uncha shurkindirmasmi, u vaqt kelmay qolmaydi. Biroq u chog'da hamma ish allaqachon kechikkan bo'ladi. Bu nazorat sistemasi dunyoviy raqamlik nazorat qilishdan iborat razil bir planning bir qismidir. G'arbdagi nurg'ulg'an yuqori texnika sarkillari va shirkatlarmi bu plan uchun yoshirin hamkorlashmoqda. Мәму yaqin arada Avstraliyada xuddi shuningga o'xshash nazorat ostiga elinishi mumkin. Shak shubasizki, biz Xitoyning bu vahimlik tahdidlaridan texi to'liq qutula olmadik. Sizmi shundoq dedi. Xitoyga qarshi tanlangan komitet yangi bir tekshirish dokladini 22 may kuni e'lon qilgan bo'lib, doklad kishini andishiga soladigan bayqashlarni o'z ichiga olgan. Dokladda JP Morgan shirkati, Amerika bankisi, Morgan Stanley qatorliq o'rinlarning Xitoy Kompartiyasining harbiy apparatlari va Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq bo'lgan Xitoy shirkatlariga yordam berib, dunyo kapital bozorida milliardlagan dollar mablag' to'plashiga yordam berganligi bayqalgan. Urush ministerligi dunyoning eng chong batareya ishlab chiqaruvchisi bo'lgan zamonaviy Amperex texnik shirkatini Xitoy harbiy shirkati deb bekitgandan bir qancha oy o'tgandan keyin JP Morgan va Amerika bankisi birlashib, uning Hong Kongdagi pay chekini bozorga selish ishlarini qilishib, shirkatning milliardlagan yangi mablag' to'plashiga yordam bergan. Tekshirishga asoslanganda zamonaviy Amperex texnik shirkati CATL Xitoyning harbiy fuqaroviy brigadalaштырыш strategiyasi bilan munosabatlik deb qaralgandan keyinmi, bu shirkatning xalq ozodlik armiyasi, Xitoyning mudofaa sanoat bazasi va atalmish Xinjiangdagi majburiy emgak bilan aloqador o'rinlar bilan munosabatlik ekanligiga doir dalillarga qaramay, mazkur banklar bu sodini yanada davomlashtirgan. Tekshirishda zamonaviy Amperex texnik cheklik shirkati, ya'ni CATLning qora tizimlikdagi Huawei, Xitoy Shimoliy sanoat guruhi, Xitoy elektronlik texnika guruhi, Xitoy kimsozlik guruhi, Xitoy savdo aeroplani shirkati, Xitoy ko'chma aloqasi va Xitoy yadro sanoati guruhi qatorliq shirkatlarni o'z ichiga olgan Xitoy mudofaasiga munosabatli organlar bilan bo'lgan sherikchiligi va savdo munosabati oshkorlangan. Dokladda yana zamonaviy Amperex texnik cheklik shirkati CATLning Xitoy dengiz paraxodlari va harbiy uskunalarining asosli qurg'uvchisi bo'lgan Wuhu paraxod zavodidagi pay huquqi, shundaqla Ozodlik armiyaning davlatlik mudofaa texnika universiteti va Xitoyning yadro qurollari bilan munosabatli tadqiqot hamkorliklari tafsiliy bayon qilingan. Komitet zamonaviy Amperex texnik cheklik shirkati CATLning ta'minlash zanjirini atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atrofi bilan munosabatli organlarning majburiy emgak va atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga chetishliqi borligini isbotlaydigan yana bir dalilni topgan. Banklar majburiy emgak xavfi borligini ko'rsatib beradigan ommaviy paketlar va ichki tekshirish dokladlariga pisand qilmay sodini yanada davomlashtirgan. Yana bir ayrim sodada Morgan Stanley shirkati, Zijin Altun sanoyining ana shirkati va atalmish Xinjiangdagi tarmoq shirkatlari Uyg'ur majburiy emgakidan oldin olish qonunining cheklanganlar tizimligiga kirgizilgandan keyinmi, uning pay chekini bozorga selishiga kafolatlik qilgan. Düşmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksincha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonliq millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu ko'rishimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun hormay tolmay oxirigacha xizmat qilish. Qaysiz va sharsiz holda vatan millatning mustaqilligini kapolatga ega qilish yo'lida ilgirgidinmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab otilishdir. Sharq Turkiston Türk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. General Mahmud Mo'yti apandi 1938-yili. Bizga vaqt ayırğınızlar üçün köpdən köp rəhmət.
Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.